Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Bugun biz sizga Shimoliy Koreya rahbari Kim Chen In haqida qiziqarli ma'lumotlar berishga harakat qilamiz. Shimoliy Koreya rahbarining shaxsiy hayoti haqida ko'p narsalar ma'lum emas. Bu haqida deyarli gapirilmaydi. Ammo shunday mulohazalar borki, ular yopiq mamlakat rahbariga nisbatan qiziqish uyg'otadi. Bo'lajak rahbar yoshligidagi suratlarini bosib chiqarishlarini istamaydi. Garchi Yelitqir harbiy havo kuchlari kuni munosabati bilan televizorda bir nechta surati namoyish qilingan bo'lsa-da, ularning haqiqiyligiga shubha bilan qaraladi. Uning yillarda Pak In nomi bilan Berlinda ta'lim olgani aytiladi. Kim Chen In elchixona xodimining o'g'li sifatida ro'yxatdan o'tgan. Hamsaboqlarining eslashicha, u yoshligida ajoyib yigitcha bo'lgan, siyosatga emas, sportga ko'proq mehr qo'ygan. Kim Chen In basketbolni yaxshi ko'radi. Hatto yilda u Dennis Rodman bilan o'z shaxsiy orolida uchrashgan edi. U qizlardan mahalliy pop guruhini tuzgan. Shimoliy Koreyada ham pop musiqa bor, ammo u biz bilgan pop yo'nalishlariga o'xshamaydi. Unda uzun sochli ijrochilar emas, qo'shiqlarida Shimoliy Koreya aholisining naqadar yaxshi yashayotganini ulug'lovchi guruh bo'ladi. Kim Chen Inning o'zi shaxsan Moranbon pop qizlar guruhini tuzgan. Kim Chen Inni Koreya Xalq Demokratik Respublikasi rahbari, partiya, armiya va xalqning rahnamosi deb atashadi. Uni yana yangi yulduz, ajoyib o'rtoq, daholar orasidagi daho va qit'al marshali ham deyishadi. Bundan tashqari bu odam Malayziyadagi Kel xususiy universitetining iqtisod doktori ilmiy darajasiga ega. E'tiboringiz uchun rahmat, kanalga obuna bo'ling.